Çınар ahli xalqımızın tarixini, ögünüşdə və şundaq yerlərini ziyarət qilishda şair yazğıçılarının əsərlərini oxuşda və özlərinin icadiyyəti boyunca çoğ işlərini жүрgüzüyatqan ekan. Bizning işimiz asasən video operator şəxsi televiziya bolğanlıqdan muşu işlərini YouTube kanalımızda ko'rsatish niyetida muşu to'pqa qo'shildik. Muşu yaqında Nazgum önkürüge bolğan ziyaretdə nurg'un ish çarlarını ötküzdi. Bu yerde atab ötüp gitdiğen yana bir narsa. Jıraqdan kelgan Rossiyadan, Qirg'iziston, O'zbekiston, Almuta ve Erkentdan yazgıçılar, şairlar qatnashdi. Nazgul ve Gülümmet buvarının qısqacha monolog bo'ldi. Ko'rinish ko'rsatildi. She'rlari, qo'shoqlari o'qildi ve qısqacha ma'lumot berildi. Mana mushularning hammasini biz videoga tushirish jarayonida ish yurgizyapmiz. Çınar ahli Nazgum önkürüge kelib Nazgumlar ruha atab Kur'an okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Hürmetli cankuyarlı, hürmetli halkım, aziz halkım. Bana bugün günlükte biz Nazgum'un önkürüge seyahat geldik. Bu seyahatni uyushtirayotganimizga 2 ay, 3 ay bo'lib ketdi. Bugungi kunlikda 50 ga yaqin odam har bir shaharlardan keldik. Hozir biz mana shu eng uzoq yerdan kelgan, Rossiyadan kelgan, Leningraddan kelgan Hamrajon akam mana bu yerda o'tirdi. O'sha bugungi kunlikda kelgan shundaqla bizning Yerkatning jonkuyari Nurlan ağılımız oturdu, şundakla açtak cankuyarlarının biri Taş Mehmet akımız. Assalamu aleyküm. Dünyadaki Uygurlar. Bana bir gün biz Nazgum mamamızın ünkürü kelip, eslep, yaş ballarını elip, egeştirip, nevri çevirlerini ep geldik. Mesela Kur'an okup, tapavet kıldık. Bu Nazgum'un tarihi bilmeydiğin Uygur yok. Şunda bu zamanında ben kısaca dep ketsem 1826-28 yılları Kaşgar'ın Uygurlarını İliği köçege vaxtıda Nazgum onun boysunmay 2-3 ketim keçip keyin ahır kaçkında İliğin deryasıdan Komuş'tan sani yasap muşu ketmenin udduluğu iliği toktap muşu arlığı 50 kilometre kildi mesela. Kündüzü möküp yetip, geçsi menip, meşe kelip muşu ünkürünü pana kılgan ke. Muşu ünkürünü pana kılıp 2-3 gün tuğandan keyin muşu ketmenin bir Gülmet boy degen boy mesela koy bekip etip bu kızını görüp kaldı. Görüp gelip bu cin mi şeytan mı dep kep sen kim dep sorganda ben Nazgum deydi o. Kalmaklardan kıçıp maşak kep mesela pana kıldım degendeki bu kız bilen paranlaşıp hemen okup sen anda olsa mesela yoşunup tuğu mesela tamağa ekipirey kiyimlerin zıtılıp gitti kiyim ekipirey dep bu ay aşı uyuyu berip, gitsi ek berip, tamaklandırıp, aşta kılgan ke. Mesela Nazgum'da bakkan ke, 5-6 gün. Şu vaxtıda aşı məldi bir satkın dep koyuptu, aşı bu ay aşağı berip, biregi tamak apırıp berip atıdı, aşıla izler жүрген Nazgum boluş gerek. Degendiki kalmakla kep mesela Nazgum'ni aşı üngürünün aldığı is koyup, çıkırıp, tutup, ekitip, aşağıda cezalagan ke. Ama endi biz jığılıp Bişkek'ten, Taşkent'ten, Almatı'dan, Rossiyadan hemmemiz cem bulup bunu 50 adamda keldik neyge. Endi erbalar korunmusun, yatkan yeri beyiş olsun. Hamme dünyadaki Uygurlarga sağ salametlik, hatircemlik, aylığınlarga bəxit,
Ahmet yar bolsun, rahmet. Nazgum güldek şırayı bilen mancul əməldarlarının közüge düşüdü. Düşmenge tiz pükmügen iradlik kız toy keçisi əməldarını öldürüp keçip gitidi. Ketmen tağlarıdan pana tapkan Nazgum ahili düşmen kolga ilinidi. Assalomu alaykum hurmatli aziz xalqim. Bugun mana haqiqatan bir tarixiy voqealar bo'ldi. Uşu ziyaret yer ketişigit başları katnaştı. Juqutga yetib ketgan mehmonlar hammasi mehmonlarning qayerga kelganligini bizga tushuntirib ketdi, demasak bo'ldi. Biz maya kelib haqiqatan shu Nozigimniki yosh xayolini ko'rib, Nozigim qizimiznikini ko'rib, tavrinib, nayt bir cho'nqur hasrati bo'ldik. Yotgan yerlari, tug'an yerlari, hatta tamoq yeygan yerlargacha baka. Bu biz nayt ta'sirlandik, ham ta'sirlanyapmiz. Haqiqatan bu bizning jasur onamiz bo'libdi-ki. Assalomu alaykum. Xudoyim bergan jutum. Mana bugungi kunlikda mushu shaxsan o'zim orgkomitetga cho'ng rahmat aytmoqchiman. Jango'yarlarimizda hozir kelib mashada Qur'on o'qildi. Nazgum o'zgining qilib Qur'on o'qilib duo qilindi. Shu qilgan duolarimiz Allohning qo'liga kelsin. Mushu bugungi kunlikda Maratjon bilan Rusangulga cho'ng rahmat aytmoqchiman. Mushu televideniye akilib tushirib bugungi kunlikda o'ziniki vijdoni bilan, o'ziniki nimasi bilan kelib bugungi kunlikda hammasini qilib dunyo yuzi to'nsin deb bugungi kunlikda video kameraga tushirib o'tirdi. Assalomu alaykum Uyg'ur millatim. Bugun mana bizniki bir eslatma kun bo'ldi. Tarixda asli qag'idek bugungi kunda biz mana shu ijodkor to'pi bilan Jiraqiqin kelgan me'morlar bilan Batur anımız Nazigimninki shu dushmanlardan himoya topgan o'nkiriga kelib, shularni ko'rib, nayt biz cho'nqur hissiyatda bo'lyapmiz. Bugungi shuni uyushtirgan bizning Subiddin inimizga hamma tashkil komitetga o'zimizning nomimizdan rahmat aytamiz. Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki aziz mening millatim, aziz mening Uyg'ur xalqim. Bugungi kunda biz mana Çınar topu tarafdan Musa Sübhiddin inimiz arkalık mana meşale kelip bizningki özüm muşunçilik qerindishimizningki maşınçilik qahraman qizlarimizning bakarligi hayajonlandik, baxush bo'ldim. Tariximizda bu olan hech qachon unutmashimiz kerak. Har doim tariximizni eslab, bizning tariximiz naytan kuchlik. Shuning uchun naytan xush bo'ldim mana meşale kelganga vakolatan bütün Qirg'iziston xalqining, Qirg'izistondagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimdan sizlarga cho'nqur salomlarni keldim. Shundoq ilohim har doim birlikda bo'laylik. Bütün dunyodagi Uyg'ur aziz mening millatim, aziz xalqim har doim birlikda bo'laylik. Bir-birimizga qadrdon bo'lib o'taylik. Allah bizga shu dunyodagi barliq yaxshiliklarni nasib etsin. Shu Qozog'istondagi barliq qarindoshlarımga mushularni uyushtirib, bo'lsa Subhiddin inimizga, yana boshqa qarindoshlarimizga cho'ng rahmatimni aytaman. Yana bir qitim Qirg'izistondagi barliq qarindoshlarimizdan cho'nqur illiq salomlarni yo'llayman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Haqiqatan mana bizningki bir qahramon qizimiz o'sha tog'ning bag'rida makallab o'zining jinni qochirib mashalada yashapti-ki. Yerket bulbulları Şıraqdan kelgen mehmonlarni xalq naqshlarini jarangliq ovozlari bilan ko'ngilni ochdi. Zubiddinga barlig'inglar ko'pdan ko'p rahmat. Hammamizning uyda xotirjamlik olsun, zaman tesh olsun, og'riqlar, tumbuqshoqlarni Xudoyim omon etsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Boljaqimizning, navralarimizning qizig'ini ko'raylik. Chiqib Xudoyim hammamizning birligini, umrligini bersin. Hammamizga chiqib baxt, saodat, omad tilayman. Emrecan aka kelgen mehmonlarning ballarına, nevrileriga Nazgumning hayotini to'liq so'zlab berdi. Bilganlar biladi, bilmaganlar anlab qolsin. Oxirida Çınar aka o'zlarini to'rishtirib o'tdi. Hozirgi Hilamra maktabida ataqliq peshqadam matematik, fizik, savdonda beybitchilik ilmining 4 nahiya bo'yicha raisi ulug' shoirimiz Hilli Hamraning qizini Nazgumni elib şu Nazgumning etida bo'lgan qahramon qiz Nazgumning o'nkiriga hammamizni uyushtirib akitiga uchun bir chaqirib o'tsin.
Endi bizniki operatorlarga kelgen yardımga, güzel sanımız ushbu Reşidemge. Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanaqsizlar? Rahmat sizlarga mana bizni uyushtirib, dasturxonlar yeyib, bizni chaqirganingizga rahmat. Men o'zim Olmaotada bo'lmay, Rashida Maqsudova. Meshak bo'lib kelin bo'lib keldim. Mana meni yo'ldoshim Maratjon Murtizayev, bu Bebechik alemining video operatori. Hüseyin bir sayıraydı sen dağda. Nesin gelince kıldı insan canan yıkılacak. Esel. Assalamu aleyküm. Can kıyar, aziz kerindaşlarım. Bugün hemmanlarını meşedik kögünüm üçün şunda hoşal. Men bəxtlik sizlerin aranlada. Meşede hemme bəxtlik adamlarının arsıda men bəxtlik. Men Gülminem Toxtayeva bolmay. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Masalan, har qachon sotsiyetlarda ko'ratdim, o'sha kishilardan ko'rishsamka degan armonim bor edi. Bugun shu kuni Xudoy menga buyuribdi. Ana shu birinchi odamda birinchi tanishgan edim. Meni yoshlarning gruppasiga qo'shgan deydi. Sen kelganinglarga rahmat. So'z berganinglarga rahmat. Riyasetçi men Maqsud Rashida ve Murtizayev Maratjon Aqtam YouTube telekanal.